Menga qancha tonalka bo'lsa kam, bu meni eng yaxshi ko'rgan tonalkam bilasizlar. Bu safar bitta oq va bitta to'qroq sariqroq tonni oldim. Bu ton menda LC2 rangi, bunisi LN4 rangi. Bu ikkalovini mix qilsam va shu yuzimda idealni turibdi. Shu uchun bu ikkalovini ikki xil rangidan oldim. Agar yuzingizda ozgina defektingiz bo'lsa, to'qrog'ini sal ko'proq qo'shasiz. Agar bo'ldi naturalniy hech qanaqa yuzda muammo bo'lmasa, ugri chiqmasa yoki dog'ingiz bo'lmasa, o'chog'ini o'zidan ham ko'proq solsangiz bo'ladi. Menga juda ham yoqadi bu tonalkani, maslahat beraman hammaga. Kim tonalkadan yolchimasa, tonalka ila vecha sizlarni podvozit qilsa, bu tonalkani ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Quruq yuzga ham, yog'li yuzga ham tushadi. Yig'ilib qolmaydi, yuzda tabiiy turadi. Menga juda ham yoqqan tomoni, teringlarni vobshe quritib tashlamaydi. Nafas oladi, SPF ham bor buni. SPF ham bor qizlar. Maza qilib ishlatasizlar.